So'nggi yillarda 500 mingga yaqin xodimning qonuniy huquqlari himoya qilindi. Ularning foydasiga 267 milliard so'm undirib berildi. Ishdagi baxtsiz hodisalar tufayli jabrlangan 1000 nafar xodimga 35 milliard so'm tovon puli to'lab berilgan, nohaq bo'shatilgan 13 ming xodim esa ishga qayta tiklangan. Aynan mana shu ishlar bilan shug'ullanadigan O'zbekiston kasaba uyushmalari faollari bilan kunigacha Prezident Shavkat Mirziyoyev uchrashdi. Bolalar mehnati va majburiy mehnatga to'liq barham berish uzoq yillar biz uchun eng og'riqli masala bo'lib kelgan edi. Faqat kuchli iroda, qat'iy pozitsiyamiz orqali biz bu murakkab muammoni ijobiy hal qildik, dedi Prezident. Aytilishicha, O'zbekiston xalqaro mehnat tashkiloti standartlarini qabul qilayotgan eng faol davlatlar safidan joy oldi. 8 yil oldin ushbu tashkilotning O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan hujjatlari soni 12 ta bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 25 taga yetgan. Shuningdek, har yili mehnat jamoalaridagi gender audit natijalari muhokama qilinib, ish beruvchilar bilan birgalikda xotin-qizlarga yanada qulay mehnat sharoitlarini yaratish maqsadga muvofiq ekanligi ta'kidlandi. Olimlar, soha faxriylari va faollari tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar yurtimizda kasaba uyushmalari harakatiga 1905-yilda asos solinganini isbotladi. Shu bilan bu yil butun mamlakatimiz bo'ylab kasaba uyushmalari harakatining 120 yillik yubileyi keng nishonlanilmoqda. Ushbu sana munosabati bilan Prezident kasaba uyushmalari bog'larini tashkil etishni taklif etdi.